Tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tashabbusi bilan Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi innovatsion ilmiy ishlab chiqarish farmatsevtika klasterida O'zbekiston-Afg'oniston biznes forumi tashkil etildi. Farmatsevtika sohasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish, eksport salohiyatini kengaytirish va mintaqada ishonchli sheriklikni mustahkamlash bugun O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi munosabatlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Bu maqsadlar bo'lib o'tgan O'zbekiston-Afg'oniston biznes forumida yana bir bor o'z ifodasini topdi. Ta'kidlanganidek, ushbu muloqotlar O'zbekistonning Qobul va Mozori Sharif shaharlarida o'tkazilgan avvalgi uchrashuvlarning mantiqiy davomi hisoblanadi. Forum ishtirokchilari qayd etganidek, kelishuvlar asosida dori vositalarini ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarini soddalashtirish, ma'muriy to'siqlarni qisqartirish va doimiy hamkorlik mexanizmlarini yo'lga qo'yish bo'yicha amaliy ishlar boshlangan. Hozirgi kunda O'zbekiston va Afg'oniston davlatlari orasida hamkorlik keskin o'sib boryapti. Agar tovar ayirboshlashga qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda 2,5 milliard dollarni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich 3 yil avval 1 milliardga ham yetmas edi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan Afg'oniston bilan munosabatlarimizni rivojlantirish yo'nalishida juda ham ko'p topshiriqlar berilgan. Xususan farmatsevtika va oziq-ovqat yo'nalishida mana biz hozir hamkorlikni amalga oshiryapmiz. Oldimizga qo'yilgan maqsad Afg'oniston va O'zbekiston orasidagi tovar ayirboshlashni 5 milliardga yetkazish va shu yo'nalishda farmatsevtika sohasida 500 millionga yetkazishni oldimizga maqsad qilib olganmiz. 2030-yilgacha bu munosabatlarni rivojlantirishimiz kerak va tovar ayirboshlashni 500 millionga yetkazishimiz kerak. Afg'oniston bilan juda ham ko'p ishlar amalga oshiryapti. Xususan ular O'zbekistonga qisqa muddatda ro'yxatdan o'tkazish imkoniyatlarini yaratyapti. Avvallari bu 6 oydan ko'p muddat talab qilgan bo'lsa, mana hozirgi kunda bu 1 oydan kam muddat talab qilyapti va shu bilan birgalikda ular tomonidan ham GMP inspeksiyasi yo'nalishida qisqa muddatda sertifikatlar yetkazib berilyapti. Forumning ahamiyatli jihati O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida farmatsevtika sohasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan yo'l xaritasining imzolanishi bo'ldi. دوستایی که در این مجلس اشتراک کردن، من نثار احمد فقیر. Bugungi forum O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu muloqot farmatsevtika bilan bir qatorda savdo, investitsiya va logistika sohalarida ham yangi imkoniyatlarni ochadi. Ishonchim komilki, bugungi muzokaralar natijasida yangi ishbilarmonlik aloqalari o'rnatiladi, istiqbolli qo'shma loyihalar amalga oshiriladi. Biz O'zbekiston bilan uzoq muddatli va ishonchli hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdormiz. Shuningdek, forum doirasida B2B va G2B uchrashuvlari o'tkazildi. Anjuman ishtirokchilari Biofarm City farmatsevtika klasteri infratuzilmasi bilan ham yaqindan tanishdi. Ularga GMP xalqaro standartlari asosida barpo etilayotgan ishlab chiqarish quvvatlari, ilmiy tadqiqot markazlari, biotexnologik infratuzilma va amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari taqdim etildi.